Bugun sutli choy tayyorlashni o'rgataman. Bizga kerak bo'ladi foizi kam sut, bitta ko'k choy va bitta qora choy va asal. Sutimizni quyib olamiz va choylarimizni solamiz. Mana sutimiz qaynashga keldi. Choylarning o'sha rangi chiqishni boshladi. Termozimizga damlab olamiz. Tayyor bo'lgan damlamamizga 1 choy qoshiq asal solamiz. Ko'rib turganingizdek damlamamiz tayyor. Kun davomida 1 stakandan iste'mol qilamiz. Qorningizni to'q tutadi, ochlik hissini bermaydi. Ozishingizga juda ham katta foyda beradi. Bir kunda 1 kilo vес yo'qotishingizga yordam beradi.